Aka-opalar noxushxabar, 18 yoshlik singlimiz yo'qolib qolgan. Dadalari bizga murojaat qilib, qizlari 9 kundan beri dom daragi yo'q. 9 kundan beri o'zi bilan nima o'tayapti? Shabona ko'rib turgan bo'lsangiz, dadangiz yig'layapti-da. Dada uchun eng qadrli narsa qiz. Qayerda bo'lsang, meni ko'rsang. O'g'intaga bosh urayman. Qolganlarga bilinmasligi mumkin, dada uchun og'ir narsa-da, his qilish kerak bu narsani. Akani yig'laganini ko'rib, men yig'laveryapman. Siz nahotki dadangizni yig'latib turib qaytmasangiz-da, qayerda bo'lsangiz iltimos qilamiz sizdan qayting. Hammadan iltimos qilaman, shu videoni maksimalni tarqatib tashlaylar, like bosib, kommentariya yozib, shu qizchani kimdir ko'rgandir. Shu vasvosga tushib qolganlar, vasvosga. Qilgan ishini bilmay qoldi. Kamli suisidni o'tirib, boshini ushladi. Nima qilganini bilmasdi. Shu men sizning apasiga aytdimki, ertagini olib borib bironta domlon topib o'qitaylik deb qildim. Ikkomiz gaplashib, ertalab olib boramiz deb qilsa, o'sha kuni ketib qoldi. Sabur va Shabona Ilhomovna 2008-yil 22-iyunda tug'ilgan.